Matyoqub boboning shamchirog'ini nabirasi topib oldi-yu g'aroyib idishni o'zi bilan Mo'ynoqqa olib ketadigan bo'ldi. Mo'ynoq sayohati unga juda yoqdi. Sahroning bag'rida tiklangan shahar ortida yastanib yotgan kemalar qabristoniga borganda juda hayajonlandi. Ammo Orol dengizini ko'rish armon bo'ladigan bo'ldi. Shu payt uning esiga shamchiroq tushdi-yu, chiroqni darrov qo'liga olib ishqaladi. Amringga muntazirman hojam, deb sas berdi jin chiroqdan chiqib. Amrimga? Dedi yigitcha ham hayron, ham taajjub bilan. Ha, 3 ta tilagingni amalga oshiraman. Tilagingni. Hoy jin, mana bu kemalar turgan joy oldin dengiz bo'lgan ekan. Men ana shu dengizni ko'rishni istayman. Tushunarli hojam. Kel, unda seni dengiz hayqirib oqqan, kemalar qatnab turgan davrga olib boraman, deb bir harakat qilganda, tutun tarqab, ular o'tmishga tushib qoldilar. Ehe, dengiz shunday chiroyli bo'lganmi? Dedi Shohjahon dengizga, unda suzib yurgan kemalarga qarab. Dengiz bundan atigi 80 yil oldin shunday toshib turgan. Odamlar baliqchilik qilar edi. Dengiz nega qurib qolgan? Shuncha suvni odamlar nima qilishgan? Odamlar suvdan juda ham noto'g'ri foydalanganlar. Dalalardan tortib xonadonlargacha suv shunchaki isrof qilingan. Qishloq xo'jaligida suvdan oqilona foydalanmaslik, xonadonlarda suvni tejamaslik natijasida mana shu dengiz suvlardan ajralib qolgan. Odamlar nahotki shuni bilmaganlar? Nimaga? Bilishgan aslida, lekin odamlar kelajagini emas, bugunini ko'proq qayg'uradilar. Hoyjin, odamlar kelajagini qayg'urmaydi deysan. Axir bugun biz ham uyda suvni umuman tejamaymiz-ku. Har kuni hovliga suv sepamiz. Suvlarimiz tinimsiz oqib yotadi. Oshxonada ham, hammomda ham shu hol. Aytchi, kelajakda bizning shaharda ham suv qolmaydimi? Uning kelajagi qanday bo'ladi? Menga shuni ko'rsata olasanmi? Albatta, kel unda sen bilan kelajakka sayohat qilamiz. Qani ko'raylikchi, shahring 2200-yilda qanday holda bo'lar ekan? Jin va Shohjahon 2200-yilda paydo bo'ldilar. Jin, nega odamlar yo'q bu shaharda? Menimcha, odamlar bu yerlarni tark etganlar. Axir suv yo'q joyda hayot ham yo'q. Shahringning 2200-yildagi ahvolini ko'rdingmi? Bunga sen aytgan o'sha isrofgarchilik sabab. Agar shu isrofgarchilikni to'xtatsangina shahring bu holga tushmasligi mumkin.